qaysa? İşte bir rampiz barma. Mana bak. Seragaşçı. Mana? Ams beksaptım bir dal alay. 5 koy. Ma seragaş qayda satdınız? Ay yızgılık o 10 koy bir sergaç. Ayrım satamsız. Nimene? O seragaşның çöpüne. Ha ayrım sattım ha? Çöpü neç bol? 5 koy. Ma açık suycu. 2 koy. Amsi at çöpüdüm bir dal, açık suydum bir dal alsam 7 koygu. Ha. 10 koy olmam da o. Sergaç 10 koy. Men seragaşam bolgan tursam, çöpüdüm birine, suydum birine ayrım algan tursam. Şu çöp bilen suyunu aralashtirsangiz bir sergaç olmam da bu. Men aralashtirmay aldım. Lekin apirib almashtirsangiz shu sergaç oldu o 10 koy degan gap bu. Bul aql bo'lmamdi. Bo'lmaydi unda. Amsa çöpüdüm bir dal beraman. Çöpüdilamg'u? Ha. 5 koy. Açık suydum bir dal. 2 koygu. Bu yetti ko'lab qoldi-ku bu sergaç. Hisobotni muhmat qayda bir narsa aytyapsiz. Men hisoblab beraymi sizga? Sergaç 10 koyma. Men ayrımı satsizg'u. Çöpü 5 koyma ayrımı alsam. Men açık suyni ayramasam 2 koyma. 2ni qo'ysak 7 koyma. Say. Men qayerdan chataq chiqqanligimni bildim. Nereden çıkıptı o? 3 koy ishaqingiz kam. Yaman kelsiz kim? 3 koy iş hakkım ras. Endi aralashtirib berasiz emasmi? Men lekin aralashtirmay olgan tursam. Siz 3 koy ishaqni menda olmaysiz. To'g'rimi? Demak, 7 koydan 3 koy ishaq pulni ilvasak bir sergaç 4 koy buldi. Ekilan. Siz men hisobotga bek ust ekansiz, lekin men issiqda obdab o'tab qolibdi sizga. Qanday beksabni bir nechta? Rahmat. Endi men hisobotdan chataq chiqmaydi, haqqa oldim ketmaysiz. Şu an men rahmat aytib, men beksabdan birini bersiz-ku. Rahmat. Tam sergaç qancha bol? 4 koy. Oldu 10 koy deb yozapsiz-ku. Uqmadim jumama uyda ishdan chiqqan.